uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak? İnson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak? Buning uchun eng avvalo yurakni keng qilish kerak. Sal narsaga siqilmasdan, omirda qon tiqilmasdan, sal narsaga siqilmasdan, omirda qon tiqilmasdan, holdan toyib yiqilmasdan yurakni keng qilish kerak. Sher bo'lsin deb qo'shiq qamos, shogird buzdi ana xolos. Sher bo'lsin deb qo'shiq qamos, shogird buzdi ana xolos. Shinavanda o'zingni bos, hey, shinavanda o'zingni bos. Yurakni keng qilish kerak. İnson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak? Buning uchun eng avvalo yurakni keng qilish kerak. Bor yo'qqa shukr qilib, tafakkurdan uzr qilib, bor yo'qqa shukr qilib, tafakkurdan uzr qilib, xafa qilsang uzr qilib, yurakni keng qilish kerak. Mo'min bo'lsang cho'kinmasdan, hofiz bo'lsang o'kinmasdan, mo'min bo'lsang cho'kinmasdan, hofiz bo'lsang o'kinmasdan, shogird bo'lsang so'kinmasdan yurakni keng qilish kerak. İnson uzoq yashash uchun nimalarni bilish kerak? Buning uchun eng avvalo muxlislarni sevish kerak. Shinavandaning sevish kerak. Bilasizmi, qo'shiqlari tugagandan o'ynab ketadiganlar bo'ladimi ko'pincha? O'shasiz siz.